xuddi shunday askaridalar haqida aytmoqchiman. Askaridalar masalan 50-60 santimetr bo'ladi. Ular ham onaligi bo'ladi, ham urg'ochisi ham erkagi bo'ladi. Urg'ochisining rangi oq, ana bu erkakning rangi oq bo'ladi, urg'ochisining rangi pushti rang bo'ladi. U o'lgurlar she'rda ko'payishadi. Keyin butun tanamizdagi shu butun tanamizga aylanib bizaga shu o'pkamizdagi bronxlarga ham kelib joylashar ekan. Men shu kasbim jarayonida shularni guvohi bo'ldimki, даже Balg'amda ham ko'pincha askarida urug'larni shu tuxumchalarini ko'raman-da. Keyin shuni bunday quroq agar nima qilib ko'rsam, ma'lumotlarni ko'rib bilsam agar, ana shu askaridalar bronxlarda rivojlanib, oshqozon orqali yana ichakka tushar ekan. Ana shu payt masalan bronxlarda ular o'sha lichinkasi tuxumdan lichinka holiga kelayotgan payt, shu payt ana shu reaksiya hosil bo'ladi. Birdaniga kimdardir birdaniga masalan yo'tal tutadi, qandaydir balg'am ajralishi shamollamagansiz, lekin qandaydir so'lakda shilimshiqlar hosil bo'lib qichish prosesslari, bular hammasi ana shu askaridalarning lichinkalarini nafas olish yo'llari orqali oshqozonga tushib, undan keyin yana sekingina o'zlarini joylari ichaklarda oshqozon hazm tizim, hamma oshqozon ichak hazm tizimiga borib o'sha yerda rivojlanishni boshlaydi. Endi bu proses yillar davomida aylanadi. Kimlargadir masalan holsizlik, charchoq, ichaklarda yara, pastiyani, yegan ovqat qandaydir dam bo'lish, bular hammasi shu askaridalar hayot faoliyati natijasida yuzaga keladi. Ana bitta shunaqa vaziyat bo'lganki, operatsiya peritonit, ya'ni ichakda buralish deb o'ylab, ichakni qorinni operatsiya qilib yorgan payti ichakdan 36 tami 40 tami askaridalar shunday to'planib hujum bo'lib yotgan joydan olib tashlanganini guvohi bo'lganmiz. Shunaqa vaziyatlar